Neden demenler? Bir da ciddi tarayıcı komünitimiz baliyat bunu için kızlık tarqılıb ediyordu. Cinsi yolunuzu toy qılmağan aletke ediyordu. Bir barmaq patlayık emez. Bundan bir da işiltip koyduğun bolsanız boldu. Eriniz sizden ayrılanması ökütüdü. Mana şundaq tarayıcı torlarını işletiş arqılı bizimki bir tor düşümüz mü özününki şu ayalacağıdaki ehvalini pek eğirlaştırıp etken dostlar. Əməliyyatda mana muşundaq ciddi tarayıcı degan narsani işletish baliyat qo'g'in nisbatan eğir derecede xavf keldi. Ama nurg'un dehqon ayollarimiz, nurg'un endi mushu ayalacağıdın sağlamlıqni bilmaydigan ayollarimiz qanaqa qildi? Qo'rqmay ishlatib oladi. Əməliyyatda 10 necha ko'jalik bo'lgan ciddi tarayıcılarning tarkibida nima bo'lmoqchi? 10 necha ko'jalik bo'lgan ciddi tarayıcı sizning baliyat qo'ringizni tarayıcı etalamdi. Unda sizdan so'rab baqay baliyat qo'y nima sababdan kengirib ketdi? Su kelgicha to'g'onsal degan gap bor. Oldi bilan siz baliyat qo'ning nima sababdan kengirib ketganligini bilishingiz kerak do'stlar. Şunlaşqa baliyat qo'ninki bazalardagi qalaymiqan tarayıcı parayıcı degan dorilarni ishlatib o'zinglarga nisbatan yengil darajadagi og'riqni eg'irlashtirib olmoqlar. Odatda jinsiy yo'limizdan bo'shab ketishi baliyat qo'ydan ziyada o'lik qaplab ketgan oxun ko'p bo'lganda tamchiqir jinsiy yo'l yo'liqi bo'lgan chog'da anankin jinsiy yo'l yo'liqi anankin baliyat qo'y ishib ketgan vaqtimizda tuyanki o'rnimiz aslında bo'shab ketadi. Chunki tuyanki o'rin o'likdan bo'shadi. Buningga davom odatdagi tarayıcı narsani ishlatgan vaqtimizda siz dastlab qurg'oq qilganda qilgandan baliyat qo'ning ichida shalvarash hosil qildi. Sizin baliyat qo'ringizda zahmi shakllantirdi. Agar sizin baliyat qo'ringiz jinsiy yo'lingiz bo'shab ketgan bo'lsa, haqiqatan tarayıcı o'ynashayotgan bo'lsangiz, oldi bilan baliyat qo'ydagi yalluqni, jinsiy yo'lingizdagi yalluqni yo'qting. Baliyat qo'ydagi ishqni yo'qting. U o'zligidan tarayib ketadi. To'g'ri mu xato mu do'stlar? To'g'ri aytganlar inkasrayni bir harfini yo'lab, Madina molim haqiqatan to'g'ri deb yurak yultusini bilsam. Agar haqiqatan tarayıcını o'ylashayotgan jinsiy yo'lingizda qiziqchi holatga kelishni o'ylashayotgan, o'zingizdagi sog'lom holatda baliyat qo'ygan ishqini aks ta'sir bo'lgan holatdagi ayollar sog'lomligingizni qaytarib kelishni o'ylayotgan do'stlar tezdan ko'yin yo'q qo'ying. Men sizga o'zimniki haqsiz dara sopimga akirib qo'yma. Dara sopimda kunda ayollar sog'lomligi, teri sog'lomligi, ko'krak sog'lomligi to'g'riliq haqsiz rislar so'zlimdi. Endi men sizga alay tavsiya qilganim bu edi. Şu baliyat qo'dagi yalluqni, shalvarashni, shundaqla baliyat qo'dagi shu baliyat qo'dagi ishqni, anandagi shu oxun ko'p kelayotgan sovuqib ketishni o'ngshaydigan bizniki bir dorimiz bor, ya'ni tezunum ayollar yurishimiz deb. Bu mana aytganchalar 2 oylik o'lchamda chiqdi bir ko'ribko'ning ichida. Bu endi sizni jiddiy taraydi demayman, ammo taraydi. Ne qanday qilib taraydi? Baliyat qo'ringizga yalluqni, baliyat qo'dagi o'likni, baliyat qo'dagi ishqni, baliyat qo'dagi mikrobni o'ldirdi. Eğer yarışelere olsa önüme alaydı yaxşı. Şu sebepten her qanday ayol kishini bo'shab ketganki, tuyanki mo'dangil taraf qururg'oq bo'ldi. Anandagi yo'qab ketgan qiziqlik asli kelganki, uye taraymay qanday qildi. Agar umrlik mushunda taraytgan bati, yaluqlarimni qaytog'im bati degan do'stlarimiz bizning maslahatlardan ba'zi uncha o'rganamiz. Bir ishlatib ko'rib yiqin